Voy, oilaviy ajrimlar haqida juda ko'p o'ylanadigan bo'lib qoldim. Keyingi paytda ko'payib ketyapti deyishsa, sabablarini istayman-da va mana shu oilaga nisbatan haqiqatda ham jiddiy yondashmayotganimiz deyman. Ya'ni o'qiyotgan qizni turmushga beryapti, eplaysan deymiz. O'qiyman, u qanaqa qilaman desa, eplaysan. O'qishda ham eplaysan, ishda ham eplaysan, qaynani ham eplaysan, qaynotani ham eplaysan, erni ham eplaysan deydi. Ha, bolali bo'lsin, bolani ham eplaysan deydi. Va eplama oila paydo bo'ladi. Eplash kerak-ku. O'qishga boradi, o'qishda hayoli, qaynasida, erida turadi, bolasida turadi. Chala o'qiydi, eplama o'qish. Ishda ishlayotib, uyga tezroq borish kerak, ovqat qilish kerak, erni ko'ylagini dazmollash kerak. Eplama ish. Ya'ni ishni ham zo'r qilmaydi. Uyga kelgandan keyin qaynataga shoshilib ovqat qilyotib, ertaga o'qishga borishim kerak, ishga borishim kerak degan hayol bilan ovqat qiladi. Ovqat bermasa, kamchiligi bor yoki qanaqadir ovqat eplama. Shunaqa bo'lib hamma narsasi eplama bo'lib qoladi-da. Ishi ham eplama, ovqati ham eplama, bolalar ham qarovsiz qoladi, chala. Qaraydi, qaraydi, to'g'ri. No, chala, eplama hammasi. Hammasi eplama va endi natijada nima bo'lyapti? Yo ishda eplolmayapti, zo'r ishlab qo'ymayapti qasratib, yo oilani zo'r tutib qo'ymayapti. Oilasi zo'r deydigan bo'lib, qaynota maqtamayapti-ku. Yo rozi emas undan. Ana eplama. Hamma narsa eplama. Endi shunaqa eplama, yengil oila juda ham oson dars ketadi-da. Juda oson dars ketadi. Endi qaniydi aytsak, yo'q, men oldin ishlayman, zo'r ishlayman, qotirib qo'yaman, keyin o'qiyman yoki keyin turmush qilaman yoki men oldin oila qilaman, oilani zo'r ishlayman, zo'r oilam bo'ladi, ana undan keyin ishlayman yoki o'qiyman. Shunaqa pozitsiya, o'shanaqa tanlov yo'qolib qoldi. Lekin deb o'ylayapman. Endi bu mening fikrim albatta. Eplayman, buni ham eplayman desa, hamma narsa eplama bo'lib ketyaptimi deyapman-da. Endi xulosa o'zingizlardan. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.